Ba'zan tongni orzu bilan boshlayman. Bugun hammasini reja bilan qilaman deb o'zimni ruhlantiraman. Lekin onalik degani reja tuzib, keyin uni 5 daqiqada yo'qotish degandir. Chunki uyda ikkita bola bo'lsa, hayot hech qachon sokin ssenariy bilan bormaydi. Bir xonani yig'ishtirsam, ikkinchisida allaqachon dovul ko'tarilgan bo'ladi. Bir idishni yuvsam, orqasidan yana boshqasi paydo bo'ladi. Supurgini qo'ysam, ushoq to'kiladi. Go'yo uy ishlari bilan meni o'rtamda doim jang bo'lib turgandek. Lekin bilasizmi, shu shovqin, shu tartibsizlik aslida uyimning tirikligi. Bolalarimning kulgusi, yugurib yurgan tovushlari, meni har daqiqada chaqirishi, bularning bari charchatadi. Lekin eng katta baxtim ham mana shular. Ba'zan o'zimga bir qarayman. Qo'limda idish, boshimda bir olam reja, orqamdan bolalarim yugurib keladi. "Ona, kelib qo'lingizni bering, ona, buni olib bering" deyshadi. O'sha paytda hayotimning eng muhim vazifasi shunchaki ularning yonida bo'lish ekanini yana bir bor tushunaman. Uy ishlari tugamaydi. Bugun bitmagan ishlar ertaga qolar. Idishlar yana yuvilar, pol yana artilar. Ammo bolalik qaytmaydi. Ularning bugungi "ona, qarang" degan chaqirig'i ertaga boshqa ohangga aylanadi. Shuning uchun men endi uy ishlariga shoshilmayman. Har bir shovqinni, har bir chalkashlikni, hatto tartibsizlikni ham qadrlashni o'rgandim. Va nihoyat kech kirganda, bolalar uxlashganda, uy tinchiganda men o'tirib o'zimga bir tabassum qilaman. Bugun ham qo'limdan kelganini qildim. Mayli rejam buzilgandir, lekin bolalarimning kunini go'zal qildim. Onalik shunchaki uy ishlari emas, har kuni kichkina mo'jizalarni yaratib yashash. Va men bu mo'jizalar uchun charchasam ham hech qachon shikoyat qilmayman, chunki men onaman. Demak, men baxtliman. Farzandlarim suyangan ayolman. Agar videoim sizga yoqqan bo'lsa, bitta laykingiz va obunangiz menga katta turtki bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun rahmat.